Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Toshkent Moskva yo'nalish bo'yicha ketayotgan avtobuslarimiz ko'rishingiz mumkin. Davlat tomonidan qonuniy avtobuslarimiz faqat Qo'yliqdan chiqib boradi. Aziz yurtdoshlar, kimdagi biz bilan bog'lanib ketish istagida bo'lsa, 7-aprel kuni aksiya e'lon qildik. Narxlari 750 ming so'mdan keladi. Bizda har 10-15 kunda skidkada qatnashib qolish uchun bizni kanalimizga obuna bo'lib, kanalimizga podpiska bo'lib qo'ysangiz, har kun videolarimizni ko'rib borasizlar. Reyslarimiz Toshkent Moskva dushanba, seshanba, payshanba va juma haftada qo'yilmoqda. Abituriyentlar tanlovda adashib qolmanglar, Primo Qo'yliqda reyslarimiz amalga oshadi. Qonuniy davlat tomonidan qo'yilgan avtobuslarimiz xizmatchilari avtobus holatini va klientlar qanday ketyapti, necha pul bergan, biletga necha pul berganidan fikrini eshitib borasizlar va ko'rib ham borasizlar. Aziz yurtdoshlar, bizga kelgandan keyin bizda qo'shimcha qo'shtirish, shu avtobusga mingandan keyin boshqa avtobusga perisadka, granitsadan o'tgandan keyin boshqa avtobusga perisadkalar bo'lmaydi. Sababi bu davlat avtobusi, o'tirdingiz, bilet orqali amalga oshirasiz. Telefon qilinglar, bog'lanaverasizlar.